Domla ustoz, shu o'zi urgan 15 pivi o'ziga o'tmaydi, ustoziga o'tadi, to'g'rimi? O'zini kutma ekan. O'zingiz 15 urganingiz u pul uchun. Kamaldan chiqayotgan pulni olish uchun urasiz 15 ta. Tushuntiraman. O'sha tovar bo'limi bor. Programma kisera, to'g'rimi? Tovar bo'limida asosan 4 ta bo'lim chiqadi. Eng asosiysi biz ishlatadiganimiz birinchisi balik bo'limi. Balik bo'lim chiqadi. Balik bo'lim biz PVM deb ataymiz. Bunda 1 bal, 2 bal, 3 bal, 4 bal, 30 balgacha bor. Har bitta qo'yilgan balda. Mahsulotlarga qo'yilgan bal. Ikkinchisi kupon. Kupon deb yozilgan. Biz buni voucher deb ataymiz. To'g'rimi? Voucher tanlagan o'rnatilgan deymiz-ku. Voucher tovarda ham bali bor, faqat kamroq 0.2, 0.5, 0.7. Ya'ni 0.lik. Nollik. Deylik, masalan, zurniy pasta bor, deylik, 10 xil zurniy pasta bor. 10 xil zurniy pastaning deylik, misol keltiraman faqat. 5 xili ballik bo'limida bor, 5 xili kupon bo'limida bor. Ballik bo'limidan zurniy pastasini olsangiz, 16 millioningizdan pul yechilmaydi. Kupon bo'limidan narsa olsanglar, 16 milliondan pul yechiladi. Kuponlik PV'si yozilgan bilan 0.lik PV'mi, kupon voucher tovar. 1lik bo'lsa, u 1, 2, 3lik bo'lsa ballik. Masalan, o'sha telefonga ham qarab bir olsanglar bular ballik bo'limiga kirsa, qaysi tovarlar ballik bo'limida turibdi, qaysi tovarlar kupon bo'limida turibdi. Barcha ko'rinadi. Masalan, 1 millionlik savdo qildingiz. 1 million savdo qilganingizda deylik 500 mingga ballik, 500 mingga kuponlik bo'lsa, sizdan 1 million yechmaydi, 500 ming yechadi. Bu ya'ni korporatsiya sizga bitta qo'ygan plyus tomoni 16 millioningiz tez tugab qolmaydi. Men hali 16 milliondan 70 ming ishladim. Faqat ballik olaman. Zurniy pasta olsam ballik olaman, shampun olsam ballik olaman. Nima kerak bo'lsa ballik olaman. Lekin ba'zi vaqtlar kerak bo'lgan paytda kupon bilan uni ayamizga ishlatamiz. Ayamiz kam qoldi, 8 million qoldi. Shuna tushunarli bo'ldimi bu? Endi hali statusga chiqmaganlar, menejer bo'lmaganlar, statusga chiqmaganlarga tovar oborotdan 3 xil oylik chiqadi sizlarga. Menga ham. Birinchisi ID raqamlaringizga o'zlaringiz tovar olsalaringiz, o'zlaringiz ID raqamlaringizga. Ya'ni shaxsiy kabinetga tovar olsalaringiz 10% cashback qaytaradi. Bizda 1 PV teng 10.500 so'mga. Bu valyuta kursi hisoblab berish uchun tovarga qo'yilgan bal emas. Men 30 minglik tovar olsam 3 bal belgida degani emas. Bu hisoblab berish uchun puldir. Endi misol uchun deylik, bir oyda 30 ballik narsa oldingizlar. Bu tovar olish majburiy emas, prosta aytaman. Bundan ham oldingiz, mana bu ham 2 ta 0.5 lik olsangiz, o'sha ham 1 PV bo'ladi. Endi 30 da oladi 10%ni. Teng 3. 3 ni ko'paytiramiz, 1 PV 10.500 so'mga. Teng 31.500 so'm sizga pul chiqadi. O'zingiz tovar olganingiz uchun. Har oyning 10-11 sanasida pul chiqadi. 15 PV'dan shuni yarmi chiqayotganda, to'g'rimi? 15 PV'dan shunday yarmi chiqadi. Patok, agar 5 urgan bo'lsangiz 5 ta hisoblaydi. 5 tikini oladi foizini. 15 ni ko'paytiradi. 1 PV ursangiz 1 PV ham oladi. 0.1 bo'ladi. 0.1 da 15 ni ko'paytiradi, 1050 so'm chiqadi. Necha urishlarini qanchasi hisoblab beraveradi. Avtomatik chiqadi. Endi keyingisiniki shaxsiy taklif. Shaxsiy taklifdan 4% chiqadi. Hozir tushuntiraman. Komandadan 0.5 chiqadi. Bular hammasi cashback. Cashback.
Masalan, siz bo'lsangiz, mana bu yerga opangiz bilan singlingizni qo'ydingiz. Ikkalasi ham o'zingizning shaxsiy taklifingiz. Aynan siz olib kelgansiz ikkalasini. Bular tovar oldi. Bu ikkalasi mana bir opangiz tovar olgani uchun, bu opangiz siz shaxsiy taklifingiz bo'lgani uchun, buning tovar alohida bundan 10% olganda, bu shaxsiy taklifdan 4% oladi. 4%. Endi opangiz ham komandangizga tushgan. Ham opangiz shaxsiy taklifingiz ham komandasi. Shuning uchun bunga yana 0.5 ham chiqadi. 4.5. Endi mana bu odam opangiz boshqa qizlar dugonasi kimdir olib keldi. Bu odam tovar olsa, opangizga 4.5 chiqadi, chunki opangizning shaxsiy bu. Sizga 0.5 chiqadi. Komanda. Chunki bu faqat komandasi. Tushunarli bo'ldimi? 5.5% shunda 5.5 Shaxsiy taklifdan 4.5 tushadi. Chunki komanda. Ustoz, shuni bitta qo'li o'zini shaxsiy bo'lmasdan ustozniki bo'lsa-chi, unga ham 0.5 Ustozga bo'ladimi? keldi. Ustozga 4.5 chiqadi, sizga 0.5 chiqadi. Keyin komandaning va shaxsiy takliflardan chiqayotgan pulni olish uchun o'zi bir oyda 15 urgan bo'lish kerak. Mana 15 urayotgani sababi komandangizdan mana bu foizlarning pulini olish uchun uryapsiz. 15 urmasak chiqmaydi o'sha. Chiqmaydi, pul chiqmaydi. Ustozga ketadi. Upadagi 15 urganga ketadi. Kim unga ketadi? Masalan, men urmasam ustozim ketib qolar ekan deysiz. Ustozni urmasangiz ham ustozga ketadi. Ustoz urgan bo'lsa. Sizga ham keladi ursangiz, va ustozga ham boradi. Urmasa-chi? Urmasa, Ketdi. Keyingi oy 15 kim urgan bo'lsa o'shanga ketadi. o'shanga pul chiqadi. 15 kim urgan ketadi. Bal kuymaydi, faqat pul chiqmaydi. Shu, masalan, 10 urgan bo'lsangiz, mana foizni olasiz. 8 urgan bo'lsangiz ham foizni olasiz. 14 urgan bo'lsangiz ham foizni olasiz. Bulardan bunday narsa, ishlasang olasan. Ishlamasang yo'q. Masalan, o'sha PVni urish uchun ham tovar olib sotishlaringiz kerak, to'g'rimi? Yo o'yga ishlatishlaringiz kerak, o'shani olishlaringiz kerak. Olmadinglarmi, demak ishlamadinglar. Demak, yo'q odamsizlar, bor odamga chiqarib beradi. Ro'zg'orga olsaga 15 urish olaykan. Xiyonat qilmanglar, shu kompaniya narsasini olinglar, bo'ldi. O'zi chiqadi. E'tiborli, balkidan olsangiz, unaqa ketmaydi. Masalan, biza menejer bo'lgan payt kattaroq uramizda. Qarindoshlarimizga unday birga bir qo'ymaymizda, baligini olamizda, ustiga 20-30 qo'yib beramiz. Chunki birinchidan pul ichilmaydi, ikkinchidan bitta katta bal kerak. Kashbakam keladi. Kashbakam keladi. Endi xohlaysizmi, yo'qmi? Shunaqa kanalda to'yingandan keyin baliq narsalarni ustiga ko'p pul sotmaydi. Bo'ldi. Chunki baliqda birinchidan bal kiradi, ikkinchidan pul ichilmaydi. Tushunarli bo'ldimi? Endi sayohatga tushuntiraman. Endi sayohat sharti. Gaplashib bo'lsinmi? Ular gaplashib. Endi qaranglar. Biz aytamiz sayohat qo'yildi deymiz. 1-fevraldan 31-iyulgacha sayohat qo'yildi. 55 ta komanda qilsangiz mana shu 6 oy ichida dedik. To'g'rimi? Lekin korporatsiya odam sonini hisoblamaydi, balni hisoblaydi. Bizda bir odam 275 balga teng. Endi bo'lib tayyorlaysizlar. 15.000 bal qilsangiz sayohat yutasiz. 275 ga bo'lsangiz 55 ta odam kelib chiqadi. Endi odamning sonini hisoblaydi. Odam sonini hisoblab beradi. Lekin 55 tamiz bir qo'lingiz 50 ta,
bir qo'lingiz 45 ta bilan ham sayohatga yutishingiz mumkin. Nimani evaziga? Komandangiz tovar olganning evaziga o'ziz emas. Bittasi keldi, oyiga 100 uryapman, ustoz, yutaman 6 oyda deb. Men o'z urgansiz o'tmaydi. Siz uchun o'rgatganman dedim. Komandangizda kimdir hamkor bo'ldi, 270 baza tushdi. Kimdir tovar oldi, 0.2 ham tushadi. 0.2 uradimi, 0.5 uradimi, farqi yo'q. Kunlik tushiradi, 40 uradimi, 3 uradimi, kimdir hamkor bo'ldi yana 3 kilo uradi. Yana xuddi shunday. Bitta hamkor bo'ldi, odamni bari katta birinchidan, ikkinchidan pul ko'proq chiqadi. Orada 28 millionlik ham bo'lib qoladi. Uniki bo'lsa 1650 chiqadi. 28 millionlik. Ko'payib ketadi. Ko'payib ketadi. Agar upgrade qilsa 1300 ming, 1370 ming chiqadi. Chunki avval 275 tushgan bo'ladi-da, 1650 dan 275 tushgan bo'ladi. Qisqasi mana shu yig'ilib 15 ming yig'ilsa bo'ldi. Aynan 55 ta qilishga hojat yo'q. Menaga kirsanglar turibdi o'sha bir qo'lingizga necha bal tushgan, bir qo'lingizga necha bal. Ustoz ikki tomon ham bo'lish kerak. Bir qo'lingiz 80 ming bo'lgan, bir qo'lingiz 15 ming bo'lgan, siz ishlamagansiz. Faqat bu qo'l ishlagan. Qaydagi qo'llar ishlagan bo'ladi. Bo'lmaydi. Keyin ustoz yana bir savolda fevraldan 1-fevraldan deyildi-ku, misol yanvargacha ma'lum miqdorini yig'gan-ku, o'sha balda. U hisobga o'tmaydi, u faqat sayohatga o'tmaydi. menejerlikka o'tadi. 1-fevralgacha bo'lgan ballaringiz menejerlikka o'tadi. Menejerlikka o'tadi. Sayohatga o'tmaydi. Boyagi 15 urmasangiz mana bu lekin kuymaydi. Shu yo'q ham bor, zo'rligi. Bari kuyib ketmaydi 15 urmasangiz. Prosta pul chiqmaydi, shu. Bari kuymaydi. Qo'si boshda 6 oy urmaganman. Kamida namozni 3 ham pulni olmoqchi bo'lsangiz, bunaqa chiqadi. Endi katta pul chiqmaydi-yu, chiqadi. Ko'payadi, ozdan. Hozirdan ko'payadi. Yema e'tibor berish kerak-da. Ha, shuning uchun kunlar 14 kunlarda urmaydi-da. O'shaga 15 qilib qo'ysa, pul chiqib ketadi. Yomon, mesela 100 ming, 200 ming, 50 ming chiqib tursa. Endi menejerlik kerak. Hatto'ni 200. Buniki 160 bittaga 160 bitta. Xuddi bu ham xuddi shunday ketaveradi. Yana sayohatga alohida, bunga alohida emas, hammasi bitta. Sayohatga nima o'tib ketaveradi. Masalan, sayohat yutkiz degani 15 ming mil ketadi. 15 ming mil. 29200 ming qoladi. Kamayib ketaveradi. Kamayib, 4200 yig'ilsa bo'ldi, siz menejer bo'lasiz. Menejer bo'lganingizdan keyin sizga 6 xil oylik chiqishni boshlaydi. Ungacha menejer bo'lmaguncha 3 xil oylik chiqadi. 6 xil. 6 xil oylik chiqadi, kundan tashqari. Keyin menejer bo'lgan payt bir martalikda 10 million 500 ming pul talab beradi bonus sifatida. Mana shu vaqtdan boshlab siz tashkil etishni boshlaydi. Ungacha siz iste'molchi hisoblanasiz. Hamma iste'molchi. O'shanlarga ishchi bo'ladi. Undan boshlab o'sha reklama agenti bo'ladi-da, har oy oylik chiqishni boshlab, shundan boshlab siz haqiqiy reklama agenti bo'lasiz. Ungacha hammangiz iste'molchisiz bu yerda. Ish emas, iste'molchi. Siz 6 xil oylik yozib berasiz. 6 xil oylik yozib beradi. Boya 3 tasni yozdim. Tovar shaxsiynikini, komandasi o'ziniki. Keyingisi 4-chi. liderskiy bonus chiqadi. Keyin ertu bonus chiqadi. Keyin liderskiy bonus 2 chiqadi. Endi sizlar boyagi men 3 xil tushuntirdim-ku, o'shalar edi. MC o'zingiz olgansiz. MBMlar boya komandanning shaxsiylik o'shalar. Liderskiy bonus bittasi binar deyiladi. Ya'ni shaxsiy takliflaringizdagi chiqqan daromadning binar daromadidan 2% pul olasiz degani. Mana bu ertu degani markaziy davlatlarning tovar oborotidan 3% keladigan pul. Bu ham bitta liderskiy bonus. O'sha oyda ishlagan pulingizga qarab pul beradi.
Shuni ham ba'zi o'rgatib ketishdi. Ba'zi. Keyin mana shu ham hammaga har xil pul chiqadida. Masalan, mana bu bir xil chiqadi. Hamma menejerga. Bundan tashqari shu olib chiqadi, chunki mana bular hamma menejerga har xil chiqadi. O'shaning evaziga hamma menejer har xil pul topadi. Nima uchun? Shaxsiy takliflardan deyaptilar. Komandasini ishlashiga qarab. Mana bu bir xil chiqishi aniq. Hamma menejerga pul chiqadi mana bu pul. 8 millionlik turgan o'sha nimalar. Masalan, kimda shaxsiy ko'p bo'lsa, o'shaga ko'p pul chiqadi. Shu ham bitta yaxshi tomoni. Shaxsiyga ko'p narsa bog'liq. Kimda shaxsiy ko'p bo'lsa, o'shaga ko'proq pul chiqadi. Chunki mana bu ham shunda, mana bitta liderskiy bonus degani. Masalan, bitta shaxsingiz deylik, bir oyda binarda o'zidan 5 million pul topdi deylik. Mana shu 5 millionning 2%ni mana bunga beradi, bitta menejerga. Har bitta shaxsiy taklifdan chiqayotgan binar daromadidan. Masalan, ayolniki 55 ta shaxsiy bor. Shaxsiy ko'p bo'lgan. Ha, opsiyalar. Opsiya. O'sha har bitta shaxsiydan binar daromadning 2%ni ayda mana bundan bitta chiqadi. Bu bitta oylik. Bu bitta, boya 3 ta. Shunday, shuning uchun shaxsiyga to'xtab qolish kerak emas. Shaxsiy chiqayotgan, nima korporatsiya shaxsiy qo'yyapti? Menejer bo'lgan paytda yaxshi pul topsin, harakat qilsin deb. Hozir harakat qilib qo'ygandan keyin menejerlikka harakat qildi mana shu hamkorim deb, menejer bo'lgan vaqt ko'proq pul beradi. Chunki mehnat qilib qo'ygan avval deydi-da. Tushundinglarmi? Har bir narsasiga xiyonat qilmaydi korporatsiya, tintinigacha beradi. Shu direktor bo'lsa 8 oylik chiqadi. Unga pul tayyorlab